hech narsa qilgim kelmayapti. Tanish holatmi? Ishoning, bu dangasalik emas. Ruh ham, tana ham ozmi, ko'pmi charchoqni his qiladi. Buni eshita olishimiz va unga ozuqa berganimizda ana shu charchoqni kontrolga olishimiz mumkin. Ko'pchilikdan eshitamiz, men выгорание bo'lib qoldim deyishadi. Ishoning, bu tabiiy holat, lekin buni oldini olish uchun biz nima qilishimiz kerak? Birinchisi, albatta tanani eshiting, tinglang va u nima xohlayapti. Ayrim vaziyat bo'ladi, yotib dam olgim kelayapti deymiz. Ruxsat bering. Qaysidir soatlarda bemalol yotib dam oling, faqat telefonni otib olgan holda. Ikkinchisi, toza havoga chiqib, ozgina o'zingiz yolg'iz qolib nafas oling, yuring, xayolan hamma muammolaringizni o'chiring-da, faqatgina go'zalliklarni ko'rishga harakat qiling, ancha tinchlanasiz, ozuqa olasiz. Uchinchisi esa albatta oila a'zolaringiz bilan kuningizni tashkil qiling, ulardan ishoning eng ko'p quvvatni olasiz. Eng muhimi esa siz dangasa emassiz, o'zingizni dangasa deb o'ylamang. Yuqoridagi tavsiyalarga rioya qiling va sizga bu ma'lumotlar foydali bo'layotgan bo'lsa, albatta menga obuna bo'ling.